Biz hayron bo'ldik, xijolat bo'ldik, uzr ustoz dedik. Biz xato qilib qo'ydik. Biz qiziqqonlik qildik. Biz yoshlik qilib qo'ydik dedikda u kishidan uzr so'radik. 70-yillarda madrasada tolibiy ilm bo'lib dars o'qiymiz, talabamiz. Alloh taoloning taqdiroti ila umuman bo'lmagan odatlardan biri kechqurun soat taqriban 1-2 larda uyg'onib tahoratxonaga borgimiz keldi deydilar. Biz yosh yigitmiz, aslida unaqangi odat kutilmagan bizda. Biz bilmaymiz unaqa holat. Unaqa vaqtda biz tahoratxonaga bormaganmiz deydilar. Soat 1-2 ga taqriban tahoratxonaga borsam, bir kattaroq barzangi yigit yuzlarini xuddi ayollar ro'mollarini qanday o'rashadi, shunaqangi o'rab olgan, ikki ko'zi faqat ko'rinadi, qo'llarida qo'lqoplarni kiygan, tahoratxona yuvyapti. Meni ko'rdida ozgina bezovtalanib, tez-tez ishlarini bitirib tahoratxonadan chiqib, madrasaning orqa eshigidan chiqib ketdi dedilar. Va men bu bo'lgan voqeani kunduzi turib o'rtoqlarimga aytib berdim. Kechqurun soat 2 da taqriban men tahoratxonaga borsam, ro'mollar o'ragan, tanib bilmadim, ikki ko'zi ko'rinadi faqat, qo'lida chelak, bir qo'lida supurgi, egnida, bo'ynida bir latta tozalaydigan. Shunaqa narsalar bilan meni ko'rib bezovtalanib tashqariga chiqib ketdi dedilar. Ichlaridan bir tolibiy ilm aytdi, men ham buni bir necha kun oldin ko'rganman. Biz aslida kechqurunga tahoratxonaga bormaymiz, lekin men ham odatdan tashqari bir kun borib qolsam soat 2 larda u odamni men ham ko'rdim dedilar. Madrasa talabalari qiziqishdida aytdilar. Bugun kechqurun hammamiz uyg'onamiz, soat taqriban 1 bilan 2 ni orasida u kim ekanligini aniqlaymiz. Tutib olamiz, o'rab olamiz, ro'molini yechamiz, yuzidagi niqobni ochamiz, kimligini aniqlaymiz dedi. Subhanalloh deydi. Bo'ldi, kelishdilar hammalari. Soat 1 bo'ldi, hamma kutishdi. Keldi o'sha odam, haqiqatda yuzlari, faqat ko'zlari ko'rinadi, boshiga bir narsa kiygan, ro'mollar o'ragan, qo'lida bir supurgi, bir qo'lida chelak. Chelak ichida har xil lattalar, tozalaydigan narsalar bor. Tozalashlikni davom etdi, kutdilar, ayni chiqib ketayotgan vaqtida tutib olib o'rab oldilar uni. Birodar dedilar, yuzingni ochmasang bo'lmaydi. U aytdi, boshini qimirlatdi, yo'q dedi. Qoch yo'limdan dedi. Ular aytishdi, yo'q. Siz bizga yuzingizni ko'rsatasiz, kimligingizni biz bilamiz, keyin yo'ldan qochamiz. Dedik, majbur yuzini ochdi. Biz o'zimiz shu ishni qilganimizdan xijolat bo'ldik dedi. Talabalar. Nega deb savol so'rashdi. U odam madrasaning mudiri ekan dedi. Bizni katta ustozimiz, madrasa direktori ekan. Biz hayron bo'ldik, xijolat bo'ldik, uzr ustoz dedik. Biz xato qilib qo'ydik. Biz qiziqqonlik qildik. Biz yoshlik qilib qo'ydik dedikda u kishidan uzr so'radik. Bir yigit u kishining qo'llaridagi axlat musurini chelak